Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Artifact 2002. Do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan Extreme Car o'yinini o'ynaymiz. Extreme Car o'yinini o'ynaymiz do'stlar. Bu juda ham zo'r o'yinlardan biri. Demak, bizning jipimiz bor. Nimalarga kiryapti bu? Kerak emas. Qilamiz. Ana ketdi do'stlar, o'ynaymiz. Mana ketdi. O'xti. Ketdi. Sap. Sekin bo'lyapti. Bizga nimalar sovg'asi bor ekan. Aytmayapti lekin bolalar, xizmatchilar. Ketdi. Hozir. Ana yetib olish kerak. What the fuck? Nima? XP ular bor ekan. Uxti, XP. Mana sizlarga kerak bo'lsa. Level up. Biz mana shunaqa XP dan ko'proq qilishimiz kerak. XP lar bizga kerak chunki bilaman. Do'stlar, video boshlashdan o'taman. Obuna va like bosishni unutmanglar do'stlar. Demak, biz qana videoga ketdik. Bugungi videomiz endi ko'p ham bo'lmaydi. Bor yo'g'i 12 minutli bo'ladi. Do'stlar, 12 minut xafa bo'lmanglar. Shunaqa bo'lib qoldi. XP da qaranglar, nima deyapti bu? What's up bolalar? Yamitda XP. Nima bo'pti bu? Anakka yamitda XP. What the fuck? What's up bolalar? Nima bo'pti bu XP lar? Bizga beryapti, biz ishlatamiz. What the fuck? Shuncha gittim. Mana yamitda XP qaranglar. Nima bo'pti bu do'stlar? What the? Yangi mashina ochdi do'stlar. Yangi mashina ochdi. Men Porsche qanaqa mashina ochdi. Ketdi. Qani chiq 86 87. Chiqdi. Yo'q. Nima shuni? What the fuck? Allah, yo'q. Mashinaga ichib balo bo'ladi. Mana bu yerga test drive qilsa bo'ladi deydilar. Test drive mana shu yerda qilsa bo'ladi. Ketdi. Biz XP ishimiz kerak. XP beringlar. What's up? Nigga?
Yo, hatta. Mana. Kimga kerak bo'lsa, XP yig'ish, shunaqa. Bizning xabarimiz yo'q. Mayli do'stlar, ketdi. Biz endi bunaqa narsamiz boshqa narsa qilamiz. Mana o'chib qo'yaman bo'lmasqa. Ketdi. Let's go. Dedi. Biz ham let's go deymiz. Mana ham bitta XP. Mashinalar hozir yig'iladi. Bu yerda ham bitta joy bor. Mana shu tepasida XP bo'ladi. Adashmasam XP beradi mana shu tepasida. Hech go'r yo'q ekan. Ketdi. Do'stlar, iltimos obuna va like va komment yozib qoldiringlar. Menimcha o'zimga ham sezilyapti, video zerikarli bo'lib qolyapti. Hozir atiga 6 minut o'tibdi, yana 6 minut vaqtimiz bor. Hech narsa yo'qmi? Do'stlar, yangi mashina olaylik. Hop. Сейчас menga 5-level. Energy. Bitta joyga boramiz-da. Ketdi valla. Ketdi. Let's go, tezlashib. Yarim. Hozir bitta joyga chiqamiz va u yerdan biz mashinamizni almashtirib olamiz, do'stlar. XP bor ekan aytdi. XP'larni biz olishimiz kerak. Chunki XP bizga qo'yilgan, boshqalar emas. Aynan biz uchun XP berib qo'yishgan tayyormi? Bepulmi? Tayyor XP'lardan просто foydalanish kerak. Foydalan va maroq bilan xullas shu. Kirib borishimiz bilan biz ham bitta boboy kutib oladilar. Manda qilib boboy bor, o'z ko'rasizlar. Assalomu alaykum, bratim, yaxshimisiz? Voy. Mana boboyga qaranglar. Boboy nima deyapti bu? Soqolchalari bor bu boboyga. Nima deyapsizlar, do'stlar? Katta. Qani? Ko'rinyapti. Nima bo'pti, bolalar? Do'stlar, nimadir bo'ldi. Qanaqadir nimadir bo'ldi-da. Mana. Moshinchani qaranglar do'stlar. Qani ketdi u.
Sizlar bilan do'stlar kam vaqtimiz qoldi. Shuning uchun ham tezroq men sizlarni ko'p vaqtinglarni olmayman-da, tezroq o'ynashga harakat qilaman. No, bu o'yindan maqsad nima? Savollar aytadi-yu, yashashdan maqsad nima desa, aytadiki, yashashdan maqsad bu yashash deydi. Keyin to'ppa-to'g'ri birov deydi. Undan keyin unda yashashdan ma'no nima desa, yashashdan unda ma'no nima desa, yashashdan ma'no bu yashash desa, keyin you what the fuck to'ppa-to'g'ri deydi. Shunaqada what the fuck ma'nosini topdim. Maqsad topdim men. O'ynashdan maqsad har xil mashinalarni olish ekan. Wow! Prosta chiqariladi. Sizlarga yangi mashinani ko'rsataman va uni tuning qilamiz. Tuning. Wow! Prosta так это сильная работа, do'stlar, сильный. Bo'ldi. Thank you so much, bro. Tak, chiqamiz va buni qayerdan nima qilinadi? Makiyaj qilinadi. Mana. Настройки. Oqse, yo, what the fuck. Qorani o'zi ham chiroyliroq ekan. Mayli, ko'ramiz hozir. Новый играть. Balonlarni ko'rishinglar mumkin. Qaysi balon? Wow, mana. Bo'lmas ekan. Mana balon eskicha balon. Hozir. Mana shu balon yoqdi menga. Qora o'zgan qilsa sevimli bo'lardi. Ham chiroyli ekan, lekin amal ko'ringlar qani. Agar bo'lmasa o'zgartirib olamiz. Qizil qilib qo'yinglar mana. O'xti. Nima deyapti bu do'stlar? Shunaqa qilsa-da orqadan qanaqa tutun chiqadi? Mana. Spoiler qo'yish kerak, spoiler. Uxti. 5000. What the fuck, men kerak emas 5000 ga. Qop-qora qilib qo'yamiz ham. Nima qora qilamiz? Abi. Eng oddiysi ham shunaqami? Zo'richa, zo'ri. 500 dirham. 600 bizada. Uchargan bo'lamizmi? Xullas do'stlar, mana tuning jarayoni uncha bo'lmadi, lekin pulimiz yetmay qoldi. Mayli do'stlar, demak xayrlashish vaqti keldi. 13 minut ham o'tib ketibdi. 12 minut degandim, hozir 14 minut bo'lyapti. Mana 14 minut bo'ldi do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan men Artifact 2002 bo'ldim. Obuna va like va qanaqa o'ynaganimni va kommentariy yozib qoldiringlar. Do'stlar, ko'rganinglar uchun rahmat kattakon. Boshqa videolarimni ham kanalimga o'tib ko'rishinglar mumkin. Xayr do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ikkinchi qismini ham chiqaraman nasib bo'lsa, faqat sizlar obuna va like bosinglar va komment yozinglar. Bo'pti do'stlar, xayr, sog' bo'linglar. Sizlar bilan men Artifact 2002 bo'ldim. Xayr.